Ko'krak qafasining chap tomonidagi har qanday sezgilar bemorlar tomonidan katta xavotir bilan qabul qilinadi, chunki u yerda yurak joylashgan. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugungi mavzuyimiz juda ham keng tarqalgan kardionevroz haqida. Kardionevroz yurakda funksional buzilishlar bilan kechuvchi, yurak sohasidagi og'riqlar va noqulaylik hissining paydo bo'lishi bilan xarakterlanadigan psixosomatik holat hisoblanadi. Kardionevroz yurakning organik kasalliklaridan farq qiladi. Uning sababi stress, xavotirli buzilishlar va ruhiy bosim hisoblanadi. Odatda kardiolog tekshiruvlarida yurakda EKG, EEG, Holter monitoring tekshiruvlarida jiddiy muammolar aniqlanmaydi. Lekin bemorlar baribir yurak og'riqlaridan shikoyat qilib yurishadi. Agar sizda va yaqinlaringizda kardionevroz belgilari kuzatilsa, xavotir olmang. Bu hal etiladigan muammo. Eng muhimi, o'z ruhiy salomatligingizga e'tibor bering va mutaxassis bilan maslahatlashing.